Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun biz siz bilan Leaflet kutubxonasi mavzusini davom qildiramiz. Men Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti texnika fakulteti geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasi dotsenti, geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktor Matchonov Otabekchi Munazzarovich. O'tgan darsda biz Leaflet kutubxonasi bilan tanishib, Leaflet kutubxonasi yordamida OpenStreetMap fayl qatlamlarini yuklagandik va bu fayl qatlamlariga biz marker qo'shgandik va markerlar bilan birga pop-up qo'shishni ko'rib chiqqandik. Demak, u taxminan quyidagi kodlar va natija quyidagicha bo'lgan edi. Ustiga bosganimizda assalomu alaykum bu Urganch shahri chiqadi. Endi bugun biz o'sha nimaga interaktiv likni yanada oshirish uchun ikonga qo'shishni ko'rib chiqamiz. Bu mavzu bilan, demak, interaktiv kartalarda belgi va geometrik shakllar bilan ishlash mavzusini o'qishda Getson qatlamlaridan foydalanish nomli o'quv uslubiy qo'llanmamizda tanishishingiz mumkin. O'quv uslubiy qo'llanma, demak, 2025-yilda chop etilgan, 122 betdan iborat. Shu havola orqali yuklab olib bemalol foydalanishingiz mumkin. Demak, bunda Getson format bilan birga ishlash va yuklash ko'rsatilgan hamda siz bunda 15 ta amaliy mashg'ulotdan iborat amaliy mashg'ulotlarni ham bemalol bajarib ko'rishingiz mumkin. Oldin tushuntirilgan va amaliy mashg'ulotlar berilgan. Amaliy mashg'ulotlar demak, bu yerda 12 ilovadan boshlanadi. Demak, nuqtali ma'lumotlarga ikonka qo'shish, ya'ni nuqtali ma'lumotlarni ikonka bilan belgilash. Bunda demak, pop-up anchor nima ekanligi, demak, ikon size, ikon anchor hammasi ko'rsatilgan va batafsil tushuntirib berilgan. Shuningdek, 13-amaliy mashg'ulotda turli xil nuqtali ma'lumotlarga o'ziga xos bir qancha ikonkalarni qo'shish ko'rsatilgan. Demak, bu narsani bemalol yuklab olib, mustaqil ishlab ko'rishingiz mumkin. Endi biz o'tgan mavzuni davom qildirgan holda oddiy pop-upning o'rniga, oddiy markerning o'rniga endi ikonkali marker qo'shishni ko'rib chiqamiz. Ikonkali markerni biz internet sahifalaridan masalan ikon 8 saytidan yuklab olishimiz mumkin. Bu saytda mutlaqo tekin ma'lumot yuklab olish imkoniyatiga egasiz. Masalan, aytaylik, forest, o'rmon, o'rmonning ma'lumotlari, o'zingiz ishlayotgan nimangizga, mavzungizga mos har qanday ma'lumotni yuklab olishingiz mumkin. Yoki meva, fruit, mevalarni yoki aytganimizdek shola, rice, demak, mavzungizga mos xohlagan bir tasvirni tanlashingiz va o'sha tasvirni yuklab olib saqlanib qilishingiz mumkin. Save images, bu demak, bu yerda shola deb saqlab oldik. Shola deb saqlab oldik. Endi shola rasmi bor va panaga formatda. Mana 3 kilobaytdan iborat oddiy ikonka paydo bo'ldi. Endi bu ikonkani biz nimaga faylimizga qo'shamiz. Buning uchun demak, quyidagi kodlardan foydalanamiz.
demak, dvor kostyum ikon yozishga vaqtimiz bo'lmagani uchun katta ustalik qilib dvor kostyum ikon bu nimani ikonkanidan foydalanayotganini ko'rsatadi. Leaflet kutubxonasini belgisi ikonga qo'shilayotganini biladi. Ikon yuril, ikon nimani manzilni ko'rsatadi. Demak, buning o'rniga biz internetdagi ikonkadan foydalanib uni nimasini yuril manzilini ham qo'yishimiz mumkin. Ikon size, ikon o'lchamlari, ikon anchor. Demak, bu qayerda joylashishi anchorlangan, ya'ni nimani tasvirni yuqori o'ng burchagini biz nuqtamizda joylashishini ko'rsatadi. Qaysi tomonga siljishini ko'rsatadi. Pop-up anchorasi nimani pop-up joylashgan joyini ko'rsatadi. Endi biz bu yerda word marker, ya'ni markerni kartaga qo'shyapmiz. Shuning o'rniga endi ikonkani kartaga qo'sh degan so'zni kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, ikonkani kartaga qo'sh degan mazmun kiritdik. Lekin bizda ikon yurili biz papkamizdagi mana leaflet bilan leaflet HTML hujjat bilan ikonga bir xil joyda turibdi, lekin nomi boshqa. Demak, sholaga o'zgartirishimiz kerak bo'ladi. Endi leafletga kirib mana sholi nimasi ko'rindi. Endi bu yerda biz kartani zoom darajasini ham o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, 8 zoom darajasi, ikonga o'lchamini ham o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, 60 saqlaymiz va ochib ko'ramiz. Demak, bizda hozir oldingi va keyingi nimamiz ancha farq qildi. Kartani qanchalik o'zgartirsak ham ikonga biz ko'rsatgan o'lchamlar o'zgarmasdan qoladi. Demak, endi assalomu alaykum, bu urganch pop-upni ham o'zgartiramiz. Masalan, bu bu shola dalasi emas. Bu urganch yo'lish bozor. Endi demak, ikonkani biz xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin ekan. Shuningdek, nimani ham qaysi hududga qanday nuqtali fayl qo'yishni ham ko'rishimiz, o'zgartirishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darsda ko'rishguncha xayr.